Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun biz Samarqand avtomashina bozorida savdolarimizni boshladik. Kimga qanaqa labolar kerak bo'lsa, biz obzorimizda bitta-bitta ko'rsatib o'tamiz. Tentri, alkafon, refrigerator, izotermik har xil turdagi labolarimiz bor. Eng yangilari bizlarda nasib bo'lsa, nomerlarimiz pastda qoldiramiz. Kimga qanaqa labolar kerak bo'ladigan bo'lsa, Nasiya savdo, avtokredit, obmen, ya'ni barter, barcha turdagi labolarga barter qilish iloji bor. Bemalol nomerlarimizni qoldiramiz pastda, aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Mana o'zi obzorimizda bir ko'rsatib o'tamiz. Mana bu labomiz 1-2 lik tunuka qoplamalar qilingan, ikkita 30 talik metan gazlari bor. Yurgan kilometri 1800 kilometr, 25-yilda ishlab chiqarilgan. Nasiya savdo avtokredit asosida qilib beramiz. Buni narxi 8400 deyapmiz. Bu labomiz tent qoplamalari bilan qoplangan. Juda ham yangi stilda ishlab chiqarilgan. Ikki yonboshda bokovoy qorinda eshiklardan joylashtirganmiz. Klientlarga har qanday qulaylik bo'lishi uchun bu ham xuddi shunday 1-2 lik qalin tunuka qoplamalar bilan qilingan. Propan gazli, metan gazlisi xohlasalaringiz bu tomonda mana bu ichi fanerli qoplamalarni qilinganlari ham bor. Narxlarini birma-bir qoldirib o'tamiz. Kimga qiziqarli bo'ladigan bo'lsa, bemalol so'rashlaringiz mumkin. Hurmatli obunachilar, bizlarni kuzatishda davom eting. Bizlarda juda ham ko'p yangiliklarimiz bor. Birma-bir postlarda qo'yib joylab boramiz. Yana yangiliklarimizdan biri, o'zimizga biz ofis ochib oldik. Nasib bo'lsa, kelasi yakshanbagacha ishga tushib oladi. Bozordan tashqari bemalol borib, savol-javoblaringizni qilib, savdomizni qilib, chiroyli qilib kelishsak bo'ladi. Bizlar lokatsiyasini qoldiramiz sizga. Bizlarni kuzatishda davom eting. Juda ham yangiliklarimiz ko'p. Har xil turdagi labolarimizni birma-bir joylab boramiz. Sog' bo'lasizlar.